Savol: saharlikda tahoratsiz ro'zani niyat qilsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta saharlikda tahoratsiz bo'lsa-da ro'zani niyat qilish mumkin. Niyat durust bo'lish uchun tahorat shart qilinmaydi. Tahorat namoz o'qish va Qur'oni Karimni ushlash kabi ibodatlarda shart bo'ladi. Vallohu a'lam. Savol: aytishlaricha ro'zador odam o'z so'lagini yutsa ro'zasi ochilib ketishi mumkin ekan. Bu gap qanchalik to'g'ri? Bismillahirrohmanirrohim. Tupukni qasddan o'zi to'plab turib yutsa ro'za ochilmaydi, ammo makruh bo'ladi. Lekin qasddan emas, shunchaki yutilib tursa hech narsa bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Savol: ro'zador odam tishini tish pastasi bilan yuvsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ro'zador kishining tishlarini tozalashda tish pastalaridan foydalanish mumkin. Albatta bunda so'lagiga qo'shilib tish pastasi yoki uning qoldiqlari yutilib ketishidan saqlanishi lozim bo'ladi. Allohu a'lam. Savol: saharlikni taqvimda ko'rsatilgan vaqtdan 10-15 minut o'tkazib qilsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bo'lmaydi. Taqvimda ko'rsatilgan vaqtdan o'tkazmaslik kerak. Iloji bo'lsa ehtiyotini olib ko'rsatilgan vaqtdan 5-10 daqiqa oldin yeb ichishni to'xtatsa yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki tong otgandan keyin saharlik qilgan kishi ro'zani buzgan bo'ladi va Ramazondan keyin bir kun qazo tutib beradi. Vallohu a'lam. Savol: agar ro'zador inson iftorlik vaqtida og'iz ochish duosini o'qimasdan turib narsa yeb yuborsa, ro'zasi hisobga o'tadimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ha, o'tadi. Og'iz ochish duosini o'qish mustahab amal. Ya'ni o'qigan savob oladi, o'qimagan gunohkor bo'lmaydi. Muhimi ro'zador kishi og'iz ochadigan vaqtdan oldin og'zini ochmasa bo'ldi. Vaqt kirganda bir narsa iste'mol qilishligi kifoya qiladi. Ammo duo qilishligi yaxshi. Vallohu a'lam. Savol: ro'zador odam chanqagan vaqtida og'ziga suv olib, yutmasdan g'arg'ara qilsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Zarurat bo'lsa ro'zador odam og'zini ohista chayishi mumkin, lekin g'arg'ara qilib og'iz chayish makruh bo'ladi. Chunki bunda suv yutilib ketib qolishi mumkin. Buni xavfi bor. Agar qattiq chayish oqibatida ichiga suv ketib qolsa, ro'zasi buziladi. Ramazondan keyin qazosini tutishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ro'zador og'zini g'arg'ara qilmaydi. Vallohu a'lam. Savol: saharlikdan keyin uxlagan odam ehtilom bo'lsa, ro'zasi ochiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ehtilom bo'lish, ya'ni uyquda bulg'anish ro'zani buzmaydi. Chunki bunday holat kishini o'z ixtiyori bilan sodir bo'lmaydi. Bunaqa holatda turib, keyin g'uslni qilib ketaveradi. Ro'zasi ochilmaydi inshaalloh. Vallohu a'lam. Savol: Ramazon oyida tug'ilgan farzandlarga ro'zivoy yoki Ramazon singari ismlarni xoslab qo'yish shartmi? Bismillahirrohmanirrohim. Shariatimizda Ramazonda tug'ilgan bolaga ro'zaga moslab ism qo'yish shartligi haqida ko'rsatma yo'q. Ba'zilarni bola Ramazon oyida tug'ilsa Ramazon, ro'za yoki hayit ismini qo'yish kerak degan mana shunga o'xshagan gaplari bu asossiz, bu dinimizga aloqasi yo'q. Musulmonchilik an'analariga ko'ra Alloh taologa bandalik ma'nosini ifodalovchi, yaxshi, chiroyli, milliy urf-odatlarimizga to'g'ri keluvchi, yaxshi niyatlik ismlarni qo'yishlik maqsadga muvofiq. Vallohu a'lam. Savol: ro'za tutgan kishi og'iz ochish paytida, ya'ni iftorlik vaqtida shom namozini o'qimasdan og'iz ochadimi yoki shom namozini o'qib bo'lib keyin og'iz ochiladimi? Ba'zi insonlar shom namozidan oldin desalar, ba'zilari shom namozidan keyin deydilar. Ramazon ro'zasidan boshqa nafl ro'zalardachi? Bismillahirrohmanirrohim. Dinimizda iftorlikni tezlashtirishga targ'ib qilingan. Og'iz ochishni qasddan shom namozidan keyingi surish sunnatga xilofdir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatda avval og'iz ochib, keyin shom namozini ado etar edilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shom namozi o'qishlaridan oldin xurmo bilan og'zini ochardilar degan. Demak, shomdan oldin og'zimizni ochib, keyin shom namozini o'qishlarimiz lozim bo'ladi. Atiylatdan qasddan og'izni ochishni kechiktirib bo'lmaydi. Tezroq ochib, keyin namoz o'qishlik kerak. Vallohu a'lam. Savol: emizikli ayol ro'za tutsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Homilador yoki emizikli ayol ro'za tutganda bolasiga yoki o'zining joniga zarar yetishidan qo'rqsa, ro'za tutmaydi va keyinchalik ro'zasini qazosini tutib beradi. Vallohu a'lam. Savol:
olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkinmas deyishadi. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas degan qat'iy dalillar yo'q. Imkon bo'lsa xurmo bo'lmasa suv bilan og'iz ochish sunnatga muvofiq bo'ladi. Lekin bu narsalar bo'lmaganda biror meva yoki olov tekkan narsa bilan bo'lsa ham og'izni ochsa zarari yo'q. Allohu a'lam. Savol: iftorlik vaqtida qaynatilgan suv bilan ham og'iz ochsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Aslida imkon bo'lsa og'izni xurmo yoki oddiy suv bilan ochish sunnatga muvofiq, lekin olov tekkan narsalar, shu jumladan qaynatilgan suv bilan ochsa ham joiz bo'ladi. Allohu a'lam. Savol: g'usl vojib bo'lgan kishi vaqt oz qolsa, birinchi g'usl qiladimi yoki saharlikmi? Bismillahirrohmanirrohim. Saharlikni vaqti oz qolgan bo'lsa, junub kishi yo tahorat qilib yoki qo'l betini yuvib, og'iz burnini chayib saharlik qilib oladi. Shu holatda ro'zani niyat ham qiladi. G'uslni saharlikdan keyin qiladi. Vallohu a'lam. Savol: quyoshdan saqlovchi vositalarni ziynat uchun emas, quyoshdan himoyalanish uchun foydalandim. Bu ro'zani buzadimi? Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, ro'zador kishi quyoshdan saqlovchi vositalardan foydalanishi, uni yuzi yoki boshqa a'zolarini terisiga surtishi ro'zani buzmaydi. Allohu a'lam.